Anlayatqanlar Abdücelil Cabbar Hicranның Köngüllər Yığılmasın namlıq hikayesi. Avazlıq kitab Abdi Tali. O'quvchilarimga o'ziga eng tunishliq bo'lgan, o'zi eng yaxshi tasvirlayman deb biladigan biror shay to'g'risida bir parcha adabiy asar yozib kelish topshiriqni berganimga bir haftadan oshgan edi. Ular yozgan asarlar orasidagi yaxshilarini tanlab ishlagandan keyin Tarim G'unchilar jurnaliga avatib berishni ko'nglimga pukkan edim. Men to'liqsiz 3-yillikning til adabiyot darsini berdim. Gerçi bu maktabga xizmatga taqsim qilinganimga endi 2 oy bo'lgan bo'lsa-mu, o'quvchilarimdagi qizg'inlik meni bu ishga qiziqtirib qo'ygan edi. Ularni to'liq yaxshi ko'rdim. Mencha bo'lganda ularning orasidan cho'qim yaxshi asarlarni yoza oladiganlar chiqadi. Ularga ishondim. Ularga cheksiz umid bog'lagan edim. Bugun ular yozgan asarlar asosan yig'ilib bo'lgan edi. Bo'sh vaqtimdan foydalanib, ular yozgan asarlarga birma-bir ko'z yugurishga boshladim. Tuyuqsiz ko'zimga Aqida Olim ismli o'quvchimning opamga yozilgan xat nomli asar chilg'ib qoldi. Oppoq qog'oz ustiga xuddi mashinada bosgandek ratlik ham chiroyli yozilgan xatlar asarning boshlanishi meni o'ziga tortgan edi. Bu asrimni hikoya yoki bayon maqolasi desam bo'ladi. Chunki muallim bizga asarning janrini belgilab bermadi. Qaysi janrda yozishni xohlasanglar, shu janrda yozinglar dedi. Balkim bu boshqalarning nazarida bir hikoya yoki bir maqola bo'lishi mumkin. Ammo bu asar mening nazarimda opamga aytilgan ko'ngil so'zlarim. Uningga bo'lgan ochiq nidoyim. Uningga bo'lgan uningdan tilaydigan cheksiz umidim. Opa, yaxshimisiz? Qizingizning uzundan beri sizga deyolmagan nurg'un yurak so'zlarining borligini bilganmidingiz? Balkim bilgansiz. Yoki bilsingizmi, bilmasga sog'ansiz. Chunki hozir sizga mening kayfiyatim muhim emas. Balkim buningga ko'ngil bo'lishga maqduringizmi yo'qdi. Ammo meni suydiganingizga ishonaman. Lekin siz o'zingiz suydigan odamdan, ya'ni dadamdan ajrashib ketgandan beri sizni bek yaxshi ko'rgan qizingizning muboligini esingizdan chiqardingiz. Opa, sizning ruhiy holatingizni, azobingizni, ochiq turmushimiz qo'ynidagi siqilishingizni tushunaman. Men bu kichik qiz emas. Bu yil 14 yoshga kirdim. Lekin sizning nemishqa buncha qildiganligingizni, nemishqa dadam uchun o'zingizni buncha tashlab etishingizni tushunmadim. Balkim bu tarifini aniq bilmaydigandim. Lekin jinim opa, siz o'ylab baqdingizmi? U bizni haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lsa, illiq uyida go'hardek ayoli, mendek umoq qizi turgan yerda ko'chadagi bir ayolga bizning baxtimizni, chiroyimizdagi shod kulkimizni, mehr muhabbatga to'lgan illiq oilamizni ikkilanmay tegishamdi. Yana bizning uning uchun urib, yosh to'kishimizning hojati bormi? Jinim opa, siz dadamdan shu ish to'g'riliq ajrashib ketganda meni yig'lamadi, ko'ngli yerim bo'lmadi demsiz. Opa, bilsangiz, mening shu daqiqalarda sizga o'xshashli ko'zlarimla emas, yuragimni yig'lagan edi. Taqdirga nima amal? Ba'zilar qo'ldagi baxtning nimaligini his qilmay, boshqa yerlardan baxt izlab yurar ekan. Dadammi shularning tipi ekan. U hech nimaga qaramay meni yetim, sizni to'liq qilgan, yuraklarimizni par qilgan odam. Bilaman, siz dadam bilan 16 yil birga yashab, uningga ko'nib qoldingiz. U sizning yaxshi ko'rib tekkan eringiz. Sizga buncha vafosizlik qilishni siz ko'tarmadingiz. Buni aqlingizga sig'dirmadingiz. Shuning uchun bu kunlarda haroqkesh bo'lib ketdingiz. Texi uyimizdagi burun dadam ishlatgan kristal kuldonga pat-pat tamaki qoldiqi paydo bo'lib qoladi. Gohida axlat to'midan sizning qog'ozga yozib, purlab tashlavatgan xatlaringizni uchirtib qolaman. Xatning mazmuni asosan Olim,
Qandaq qilsam seni unutmayman. Qandaq qilsam seni unutib ketman. Qizim bilan hech nimani o'ylamay xo'shal yashayman. U ayol. Yo'q. U alvasti seni bizdek yaxshi ko'randi. Dut erim, muashim qizim bilan ishimizga ozod yetadi. Lekin seni unutib ketsam bo'ladi. Sen vijdonsizni yana nima ish qaslaydigandimi? Sizning bundaq xatlaringizni ko'rsam, ko'nglim kuldanda tamaga qoldiqini ko'rgandek, sizning aroq purab, uyga daldangishib kirgan holingizni ko'rgandekla, bakli yerim bo'ladi jinim oppa. Siz gohida menga ko'z tutib, gohida ko'rsatmay yig'lagandek, menmi sizga o'xshash yig'layman. Ham yil hamma yig'layapman. Gohida illiq oilamizning vayron bo'lib ketganiga yig'lasam, gohida tirik yetim bo'lganimga, sizning tul ayol bo'lib qolganligingizga, bu illiq oilamizga to'kkan illiq mehringizning xazon bo'g'iniga yig'layman. Dadamdan nafratlanib yig'layman. Azoblarim ko'p. Yoshlarim uningdan ko'p jinim oppa. Lekin maktabda yaxshi o'qimasam, savodoshlarim orasida oilamda hech ish bo'lmagandek mag'rur yurmasam bo'lmaydi. Men o'zimning ruhini sindirishni xohlamayman. Bundaqlik bo'ldi ekan, mening o'zimni tepib olishim tasga to'xtaydi. Shuning uchun men butun zehnimni o'rganishga qaratib, hech nimani o'ylamay mag'rur yashayapman. Bu butunlay o'zim uchun, siz uchun oppa. Ikkimiz bu azobli turmush qo'ynidan sho'ng'ib chiqishimiz kerak. Buni qilmoq oson emas. Biroq ikkimiz tangni tirishsak, bu ko'ngilsizliklarni, ruhimizni qamal qilgan azoblarni unutishga ishonchim komil. Shu esingizda bo'lsin. Biz bir-birimizga mangu ruhiy tövrik. Asli sizga bu gaplarni 100 turani turib demoqchi edim. Afsus, bu gaplarimni anglag'dek vaqtingiz bo'lmadi. Kechlar aroq ichib kirsiz. Nimalarnidir deb zo'lab yurib, yegizgan tamoqimni yeb bo'libla o'zingizni tashlab uxlaysiz. Men sizga qarab unsiz yosh to'kaman. Tong otganda chochlaringizni chala buli tarab ishga oldiratmangsiz. Tushdi uyga kelmang. Biz faqat kechdalar o'sha g'erib uyimizda ko'rishimiz. Nimandaq azobli tuyg'ular bu. Oppa, endi mening taqdim qolmadi. Sizning bundaq yuraverishingizga chidamadim. Siz darhol aslingizga qaytmasangiz, o'zingizni shundaqla menimi tugashtirib yetasiz. Siz oldirmay o'ylanib beqim. Siz burun aroq ichadigan, tamaki chekadigan ayolmidingiz. Siz meningli opam emas, balki atrofing'izdagi sizni oppa deb biladigan barliq bolalarning opasi emasmi? Agar aroq tamakining qo'lidan kishilar qalbidagi azob, hasratlarni yuyish keladigan bo'lsa, bu jahonda azob mavjud bo'lamdi. Uyg'oning jinim oppa. Siz jumladan butun millatning onasi. Siz o'sha ishlar uchun o'zingizni aroq tamakiga yem qilib, qizingiz oldidagi obrazingizni, millat oldidagi ulug' nomingizni bulg'isangiz, buning o'rnini to'ldirib bo'lamdi jinim oppa. Sizdan o'tinay. Qizingizning xitini ko'rgandan keyin aslingizga qaytib keling. Siz yilimi kechikmadingiz. Qizingiz sizning burunqidek maktabdan qaytib kelsa, oldiga peshonasiga suyib turib chiqadigan holtingizni ko'rishni xohlaydi. Siz bularni cho'qim qila olasiz. Siz dadamning muhabbatidan ayrilgan bilan yiningizda yana bir o'tliq muhabbat bor. Siz g'aflat ichidan uyg'oning. Biz ikkimiz uyimizni muhabbat bilan to'ldirib, ash muhabbatimiz bilan dadamni kutaylik.
Kunlarning bir kuni qaytib kelib qolsa, bizning o'zgarmagan muhabbatli qalblarimizdan ta'sirlanib, o'zining ozg'unligiga o'kinsin. Biz birga bu illiq oilamizni qaytadan quraylik. Sizni mangu suydigan umoq qizingiz Aqida. Ovozliq kitob Abdi Tani. Aqidaning xitini o'qib bo'lishimga ko'zlarimdan oqqan ikki tomchi yosh qog'oz yuziga sirg'ib tushdi. Bu bir notavon yurakning opsidan kutgan samimiy tilakdir. Uning bo'lgan haqiqiy muhabbat edi. Aqidaning bu xiti haqiqatan yaxshi yozilgan edi. Meningcha buni uning opsi ko'rsa ta'sirlanmay turolmaydi. Menda turib uning opsi bilan ko'rishib, qizining xitini ko'rsatib beqish istagi tug'ildi. Bir xizmatdashim orqali uning opsi bilan ko'rishish fursatiga musharraf bo'ldim. Mening o'zi to'limi kelishgan, ammo ko'zlaridan mung to'kilib turadigan bu ayolning bu miskin turqini ko'rib, ichim qattiq ochiq bo'ldi. Va birdam aqidaning o'rganish to'g'risida paranglashgandan keyin yenimdan aqidaning xatini chiqarib uningga uzatdim. Qizingizning sizga yozgan samimiy xati va tilaklari. U qo'limdan xatni tizilib elib o'qishga boshladi. Men toki u xatni o'qib bo'lguncha bir eg'izmi gap qilmay sukut turdim. U xatni yuziga yiqib, buqildab yig'lab ketdi. Canım kızım. Bichara qizim. Apangga buncha ko'p so'zlarning borligini bilmabdiman. Seni yo'qotgan nishonimni tepishda buncha choraloyni seni o'ylab boqmabdiman. Seni kichik ko'ribdiman. Mening aqlli qizim. Sen kichik emaskansan. Men o'zimni topay. Sen deganingda qilay. Umoq qizim. Meni kechir. Mendek apangni kechir. Apang sening xatini ko'rib o'yg'andi. Aqidaning opsining yig'isini ko'rib, uning nima deb tasalli berishni bilmayla qoldim. Chunki men bu dili sunuq onaning oldida o'zimni tutib ololmagan edim. U menga qizining xatini yetkazganligim uchun rahmat aytib, qahvaxonadan chiqib ketdi. Men nimishqidir xiyolga botqinimcha o'ltirib qoldim. Oradan 10 kun o'tib ketdi. Bugun darsdan tushib, aqidani cho'ng maydonda uchirtib qoldim. U men chaqirganida yuragim ixtiyorsiz jig'g'idi qilib qoldi. Chunki men necha vaqtdan beri o'zimni bu ishda xato qilgandek bir hissiyot ilkida sizib yuratdim. Muallim, Ha? opamga xatimni yetkazishingizni o'ylamabdi ekanman. Sizga ko'p rahmat. Opam bilan o'tog'irliq samimiy paranglashdik. U hozir hammani to'g'ri qabul qildi. Men burungi opamni tepib oldim. Xatolashmasam, buni uchimizdan bilak hech kim uqmaydi-ku, ha? Ha, shundaq. Opam sizni uyimizga taklif qildi. Kechlik tomoqni birga yesak bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Voy, ajab yaxshi. Aqida meni kechda maktab oldida saqlaydiganligini aytib yurib ketdi. Tomoq to'limi ko'ngilli kiyildi. Aqidaning opsining aytgan tomoqlari, qo'rg'on qo'rimlari to'limi o'xshagan edi. Gerçi bu mening o'quvchimning uyida tunji qatim tomoq yeyishim bo'lg'achqa sal qo'rngan bo'lsam-mu, ammo aqidaning opsining chiroyidagi illiq bir mehrni ko'rib, yuragim totliq bir tuyg'uga cho'mildi. Qaytadigan vaqtimda aqida opsi bilan meni uzitib qo'yg'ili chiqqach, Muallim, u xatimni hikoya qilib matbuotga avatsam bo'ladimi? albatta bo'ladi. Men shunday o'ylab turgan. Bu xat to'limi yaxshi yozilibdi. Meningcha bu bir yaxshi asar bo'lib e'lon qilindi. Rahmat muallim. Balkim bu nurg'un bolalarning opsiq deydigan ko'ngil so'zlarimikin deyman. Men sizdek o'qituvchimning bo'g'indan bek xushal. Men sizdek aqlli o'quvchimning bo'lganligidan to'limi xushal. Ular bilan xo'shlashib ketib etib, o'z-o'zimga osta shivirladim. O'g'il boladek chiqibsiz. Bahodir. Uzun o'tmay aqidaning u xati opamga yozilgan xat nomli mavzu bilan hikoya qilinib, matbuotlarda e'lon qilindi va belgilik ta'sir qo'zg'ab mukofotga erishdi.
bu aqlli qizning yana bir qancha parcha asarlari keyni-keyinda e'lon qilinib, u maktabimizning kichik yozg'utisi bo'lib qoldi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Aqida to'liq o'tir maktabga o'rlab, boshqa maktabda o'qiyotdi. Bir kuni u opsi bilan meni maktabga izlab keldi. Uni ko'rib to'liq xushal bo'ldim. Kichik yozg'uchi, ahvol qandaroq? Matbuotdagi asarlaringizni ko'rib turyapman. Bir-biridan yaxshi chiqyapti. Tirishing. Mushundaqli mangsingiz, necha yil qolmay to'plam chiqarsiz. Rahmat muallim. Bu sizning tuhfangiz. Undaq emas. Bu hammasi sizning tirishchanligingiz. Bo'shashmay tirishingmi? Rahmat. Cho'qim tirishman muallim. Bugun sizga cho'ng bir xushallikni aytqili, opam bilan birga kelishimiz. Qandaq bilishni xohlamsiz ya? Albatta, qanday xushallikdi bu? Jiring amsa. Bag'anda bilsiz. Bir xil gangirashida ularga agashdim. Biz kichik mashinaga o'ltirib, yasadaq bezalgan shaharimizdagi dongliq tiz tamoqxonaga keldik. Ular meni bir ayrim xonaga boshladi. Kirishimga qoshlari qora, bug'doy o'ng, salobatlik bir er kishi kulib turib menga qo'lini uzatdi. Menmi uning bilan qizg'in ko'rishdim. Aqida men qarab kulib turib, "Muallim, qarang, dadam qaytib keldi." Bu gapni anglab itdik, uning opsiga qaradim. U men qarab turib, Shundoq, u qaytib keldi. Endi bizni tashlab ketmaydigan bo'ldi. bu gaplarni anglab yuragimga illiq bir tuyg'u yomg'irdi. Dunyoda illiq bir oilaning jam bo'lishidanmi ortiq xushallik bormi? Men chin ko'nglimdan bu oilaga baxt tiladim. Aqidaning dadisi qo'limni ching siqib turib, "Rahmat muallim. Qizim bilan opsining o'tliq muhabbati bilan men ozg'on o'zimni tep bo'g'icha oilamizni saqlab turishga sababchi bo'libsiz. Biz endi illiq oilamizni tep qoldik. Endi uni mangu qadrlaymiz." Men xushalligimda nima deyishni bilmadim. Tamoq to'limi ko'ngillik yeydi. Kechadan butun koinot qip-qizil adirgul bilan to'lib ketib shukrib bitdim. Aslida aqidaning oilasining butun bo'lganligini ko'rdim-da. Oxirida yolg'iz aqidanla emas, butkul dunyodagi parchalangan oilalarning jam bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Bolalar, onalar, muhabbatga to'lgan ko'ngillar yig'lamasin. Bu sizning, mening, shundaqla hammamizning orzusi. Abdur tili va muallim tilidan Muhammad Tursun Böjani. Aqida tilidan Gülara Sadir. Apsi tilidan Gulbahor Muhammad Emin. Ovozliq kitob Abdi Tali.